Assalomu alaykum sevgili kuzatuvchilar. Bugun mana oshxona uyi bilan uстановкасini tugatdik. Bu tarafi 320 bo'lgan, bu tarafi 2 metr bo'lgan, balandligi 208 bo'lgan oshxona uyi bilan uстановкасini obzorini qilib beramiz. Bu joyga bu polkasini olsa gaz bo'lmasa bo'laveradi. Tepasi chuqur, ikkitali polka, chuqurligi ham 60 sm. Bu joylarga polka qo'yganmiz. Bu joyda ham polkasi bor, tepaga ochiladigan eshik qo'yganmiz. Bu joylarga sushilkalar. Bonuslari ketdi. Mo'yka, simisit, smart mo'yka qo'yib beramiz. 5 xil funksiyali latun materialdan sushilkasi bor bonusiga. Sushil musul paqri ham bor bonusiga. Bu joyda mana qoshiq, pichoq soladigan patroni ham bor bonusiga qo'yib berdik. Gaz plita vitishki begasidan bo'lgan. Mo'ykasini ham raznisasini kelishadigan bo'lganmiz. Oddiyroq mo'ykani smart mo'ykaga aylantirdik. Bu joylarni uzun qilib, katta qilib рабочий stol qilib joylab berganmiz. Bu joyga mana xolodilnikdan mahsulot olinadi, yuviladi. Bu yerda mana taxtagachadan qo'yib qo'ydik. Qo'rg'aladi, pishiriladi, suziladi. Endi bu yerda xamir yoysa bo'laveradi. Orqa farqlarni 120 ga Xitoy granitidan qo'yib berganmiz. Materiallarga keladigan bo'lsa, stylishnisti 308 deydi. Ultra dekor firmaniki bo'lgan. Oldi fasadlari turetskiy akril kashta emanniki bo'lgan. O'rta oq akrillar ham kashta eman akrilidan foydalanganmiz. Korpuslari kiralash laminatdan foydalangan. Kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Xolodilnigini, tepasini, xolodilnikning o'rnini bonus qilib berganmiz. Ko'rsatib ko'ring. Ichlarga polkasini ham qo'yib berganmiz. Bu joyda 12 kun oldin kelib o'lchovini olganmiz. Xudo xolasa kunidan kech qolmadik, boshqa qilmadik degan umiddaman. Razmer olyapti, yaqinroq olib kel. Yopilishiga ham e'tibor berib berasizlar. 1 sm. O'zimiz borib o'lchasak, shunaqa chiroyli qilib tushadigan qilib beramiz. Gazini mana misol, vitishkalarini ular tayyor qilib berdik. Razvedkalarini, dimoxod mo'rlarini aytgan joyimizga qo'yib bergan. Razvedkalarni aytgan joyimizga qo'yib bergan, gaz plitalarigacha o'rnatib qo'ydik. Mo'ykasini chiqitadigan kanalizatsiya suvlarini ham o'rnlarini qo'yib berdik. Xudo xolasa hamma yo'q chiroyli bo'ldi. Javobi o'shdan manzili Andijon viloyati Orol qishlog'iga o'zimizning qo'shni qishloq olib o'rnatib berdik. Kamchilik bo'lmadi boshqa. Xursandmisiz? Hozirlar o'sha beryapmiz bizga. Yaxshilik ishlatdinglar, harakat topinglar. Like, podpiska bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lamiz.